ko'mir, o'tin kotyollarni o'rniga mana shu teplovoy nasos qo'yasizlar. Qizdirishga bemalol ishlatasizlar. 75 gradusgacha qizdiradigan teplovoy nasosimiz. R290 freonda bo'ladi. Panasonic kompressorli yaponskiy. Aloqaga chiqarasizlar. To'pli polga, radiatorlarga, fan ko'yillarga ulab turib, isitishga va sovutishga ishlatsanglar bo'ladi. Hozir biz bu teplovoy nasosni Namangan viloyati Chust shahrida qo'yib beryapmiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib, o'rnatib, ishga tushirib beramiz. Sizlarni ham joylarni isitishga, sovutishga sistemalari bilan tashkillashtirib beramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Bu 150 kvadrat joy uchun qo'yilayotgan teplovoy nasos. Maksimum tok rasxodi 1.75 dan 5.46 kilovatgacha bo'ladi. Yevropa standartlariga mo'ljallangan issiqlik nasosimiz. Eng kачественный variantlar faqat bizda. Bizga obuna bo'linglar, kuzatishni davom etinglar. O'tin, ko'mir, elektr kotyollar umuman kerak emas. Faqat teplovoy nasos qo'ygan holatda quyosh panellari bilan ulab ishlatsanglar ham bo'ladi. Salomat bo'linglar.